Assalomu alaykum qarindoshlar. Javodan asos yurishlik darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 7-qismlik darsimiz. Biz oldin qismda biz mashg'ulotchilarni o'rgangan, ya'ni Java mashg'ulotchilar. Ben 5 mashg'ulotchilarni tanishtirgan, arifmetiklik, vazifa, selishtirish, logikalik, bitwise degan. Biz oldin qismlik darsda arifmetiklik mashg'ulotchilarni o'rgangan, ya'ni arithmetic operators deydi inglizcha. Bu qismlik darsda biz selishtirish mashg'ulotchilarini o'rganamiz. Odatda biz matematikada boshlang'ich o'rgangan chaqda tengsizlik deb o'rgangan-ku. Cho'ng, kichik, teng emas degandek. Shunaqa tengsizlik. Dasa qarasanglar, tengsizlikning belgisini bilsizlar. Din kichik, din cho'ng, yoki din kichik yoki teng mana mushular. Cho'ng yoki teng. Odatda Javada teng ikki o'ng taraf bilan so'l taraf teng bo'lsa, qo'sh tenglik belgisini ishlatadi. Agar teng bo'lmay qolsa, undash belgisidan tenglikni ishlatadi. Men hozir Eclipse'ni sizlarga tafsiliy tushuntiray. Bugun kod yozishning 5-kuni yangi bir package quray. Day 5 deb. Bunga bir class qursam. Comparison operators. Yani biz matematikada tengsizlik o'rgangan shunaqmi? Birinchisi masalan inglizcha greater than deydi, din cho'ng. Greater than. Bunun belgisi nima? Mana shu belgisi o. Masalan Mesela 3 2'den cho'ng shunaqa. 3 2'den cho'ng. Mana bo'lsaq true mana. Bu boolean shaklda bo'ladi. True. Agar 3 6'dan cho'ng bo'lsa-chi false, xato. Ama biz ba'zi bir shart ishlagan shartli jumlalarda buni ishlatamiz. Ikkinchisi less than. Din kichik, Uyg'urcha din kichik deydi. Ya'ni ma'vo belgi shunama. Masalan 3 nechidan kichik? 9 dan kichik. To'g'ri? True mana. To'g'ri. Uchinchi selishtirma mashg'ulotchi o'zgarmoqchi bo'lgan. Teng. Equal to deydi inglizcha. Biz matematikada faqat birlam tenglik ishlatgan, lekin Javada ikki tenglik ishlatadi. Masalan 0 bilan 0 teng shunaqa. True shunaqa. Bu faqat sonlarga qaratilgan emas. Masalan true bilan false tengmi? To'g'ri bilan xato teng bo'lamdi? Teng bo'lmaydi. False. To'g'ri bilan xato hargiz teng bo'lmaydi. Unda asad bugun o'rganmoqchi 4-inchisi selishtirma mashg'ulotchilarining. Endi mushning birlashtiramiz. Masalan, din cho'ng yoki teng deb qo'yamiz-ku. Buni inglizcha greater than and equal to. Endi bu inglizcha yozishimsa o'rganib qo'yinglar demoqchi bilmaydiganlar. Buni qani faraz qilasizlar, din cho'ng yoki teng, kichik yoki teng degandek. Masalan 3 2'den kichik yoki teng. True mana. Diqqat qilinglar, tenglik cho'qim masalan cho'ng yoki teng, kichik yoki teng bo'lsa, cho'qim tenglik o'ng tarafda bo'lishi kerak. Almashtirib qo'ymanglar. 5-inchisi kichik yoki teng, inglizcha less than and equal to. And desam bo'lmaydi-ku, or deyishim kerak. Yoki. Yamanda chunki ikkilisini teng o'lchiga oldi degan gap bo'lib qoldi. Kichik yoki teng. 7 kichik yoki teng nechidan? 9 dan. True.
7 kichikroq teng 7dan desam to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'ldi. Chunki teng bo'lishi mumkin shunaqa. Truman. Eng oxirgisi shu. Unda esa eng oxirgisi 6-si qanday? Teng emas. Teng emas bo'lgan nima bo'ldi? Not equal. Ya'ni undash belgisi orqali teng emasligini bildiradi. Mana bu teng emas degan gap. Masalan, true bilan false teng emas. Shunaqa to'g'rilar xato teng emas. Bu qanday bo'ldi oxirida? True bo'ldi. Ya'ni nima teng emas? 6 bilan minus 6 teng emas. To'g'ri? Mana teng emas demoqchi. Mushu belgilar. Amet oson bu matematikani o'rganganlar bo'lsangiz, buni bila olasiz. Bugungi darsimiz mushaygacha, tushunmayotgan bo'lsa, asosiy qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.